Assalomu alaykum Chorva sifat obunachilar. Bugun biz Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'ronda joylashgan Sho'romol bozoriga kelganmiz. Ko'rasiz, qo'ylanyapti. Anchagina ko'p. Xudo xohlasa inshaalloh bitta gap bor. Masalan, deylik, hozir hamma baribirga hamma qo'yli olinmaydi, molni ham olinmaydi, hamma qo'y molni olinmaydi. Xudo xohlasa inshaalloh naryoqdan boshlab to oxirigacha necha soatlik ketsa, xudo xohlasa inshaalloh olinadi. Faqat shu video 200 like esa zo'r bo'ladi, xudo xohlasa inshaalloh. Hech kim olmaydi taxminan naryoq tarafdan boshlab to oxirigacha olgan odamni ko'rmaganman. Naryoq tarafdan chiqiladi, bu tarafgacha kelinadi. Bo'ldi, shu bilan to'xtaydi videoga. Endi xudo xohlasa inshaalloh agar 200 like yig'ilsa, xudo xohlasa inshaalloh shu narsa qo'yiladi yo'lga, xudo xohlasa inshaalloh. Mayli, xudo xohlasa inshaalloh qo'ylar narx-navolarini necha puldan berilayotgan taroziga shularni sekin video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Sekin. Assalomu alaykum. Necha pul so'ga bilan? Mana kattalarni taxminan 5,5, 3,5. Bu ham 5,5. O'zi necha pul qilishyapti okamiz? Aslida 4talasini ham bir joyda qilishmi yoki qilishmami? Taroziga necha puldan beriladi aka? 80-85 deyishyapti, o'shaning so'rayman. Qaraldi. Necha kilo chiqadi aka taxminan bular? Ha, jivoy biz. Go'shtiga hozir hisoblashmasa kerak hozir. Bozor o'zi. Taxminimcha bular 40-50 bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Necha pul so'ga bilan? 4 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Bozor aslida necha pul qotdi aka? Bozor nimadir qildimi, qilmadi? Astoydil. Erkakmi doda? Erkak kilo. Necha pul? 7 million 300 ming so'm qilishayotgan ekan. Bozor zo'ysan aka. Assalomu alaykum. Necha pul so'ga bilan? 9,5 million so'm so'rashayotgan ekan. Ikkalasini bir joyda. Bozor aslida necha pul qotadi? 8,5 million so'm qilishayotgan ekan. Taroziga necha puldan beriladi aka? Ha, so'rashmadim. O'zi necha kilo chiqadi taxminan? Ha, bo'ldi. Telefon nomer qo'yasizmi, shart emasmi? Bozor zo'ysan aka. Assalomu alaykum. Necha pul so'ga bilan? 5 to'r. Qo'yma. Bozor necha pul qotdi aka bilan o'zi? Amni to'r bor. Ming to'r. Bularni? 3 bor. Ha, 3 qilishayotgan ekan, 3 million so'm qilishayotgan ekan. Uchalasini ham bir joyda qilishdimi? Ha, bo'ldi. Taroziga necha puldan beriladi aka o'zi? Taroziga necha puldan beriladi? Qarasa bilmayman. Ha, bo'ldi. Jivoy o'sga necha kilo chiqadi? Telefon nomer qasmi shart emasmi? Bozoringiz bo'lsin aka. Salomat bo'ling. Qo'yni yoqib qo'yishdi, arashalandi. Bu tarafda ham bor. Bu tarafda ham bor. Taxminan shu tuzda bir 70 tala bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Necha pul so'ga bilan? Necha pul bilan? 8 dan 12 gacha terib olishga. Ha, 8 dan 12 gacha terib olishga ekan. Necha pul ekan aka buni? 8 dan 12 gacha terib olishga. Bu taxminimcha ajratib qo'yishgan.
Arashallan ham ovimizda lekin yetishmayapti-yu bir xillar narxini. Nechi puldan ekan bularga? Ha, egasi ham bo'ldi. Hasan, egasi. Kimdan ekan bular aka? Nechi puldan? Rost puldan? Aralashiga 4 million 800 ming so'mdan deyishayotgan ekan. Ta'minimcha hammasini bir joyda olinsa-da. Assalomu alaykum. Mana jigaraman. Kimdan ekan bular? 5 dan kami bor. Kemas, 3 tasini 4,5 dan qilib bermayman. Quyusi 44 dan. 400 ming. Qo'shsiz berib yuboramiz. Amaliyotda boqishga bunday sal qimmatroq bo'lganing. Ochgan, umuman. Bahoda bular. Eski bo'lgani ham sal Qozon qo'ylari ekan. Otasi ham bitta mashina. Nechi pul olsadimi? Ular ikki o'g'il sog'ligi ham 6 million so'm deyishayotgan ekan. Bozor nechi pul qoldi? Taroziga tarozi sotilmaydi. Ha, bo'ldi. Faqat oyoq. Oyoni. Tarozi hisobga oling. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Nechi pul olsaga bilan? 5,5 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Assalomu alaykum. Nechi pul olsaga bilan? 5,5 million so'mdan so'rashayotgan ekan. Bu nega? Bilan qo'yni eganman, molini eganman, menga hal qiladi. qo'shuvlar. Assalomu alaykum. Nechi pul olsagaman? 25 million so'm so'rashayotgan ekan. Taroziga nechi puldan beriladi? Taroziga tortib qo'yamiz.